It's in the game. Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan birga FC Mobile o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasa ketdik. Birinchi video bo'lgan sababli yangi akkaunt ochib oldim. Meni ham eski akkauntim bor edi, ikkita akkauntim bor edi. Ular nima bo'ldi? Bittasi Real Madrid tarkibli akkaunt edi. U ham o'sha 100 bo'lib qoldi-yu, anaqa 100 atrof bo'lib qoldi. Ikkinchi akkaunt u faqat haligi o'yinchilarni kuchaytirishga o'ynardim. U 115 olgan, uni bir haftacha o'ynaganman xolos, ikkovini ham. Shuna bo'lgan. Endi bu akkaunt, masalan, birinchi akkauntni boshlanishi, xullas yangi akkaunt. Endi cheres qilibmi, bo'lmasam boshqacharoq qilibmi, xullas video ancha kech qolib ketib qolyapti, sababi Dream Ligada coach yig'ish o'ta muammoli bo'lib ketib qoldi. Sababi hozir masalan coachim nimaga yetadi? Bir yarmigacha yetadi-da, yo tepadan 400 qilishga ham yetmay qoldi-da hozir. Shunga FC Mobile'dan ham birorta video qo'shib, ungacha Dream Ligada sal coach qilib turaman. U coach yig'ishimgacha ham bir haftacha bo'lib ketib qolar ekan, shu sababli bu o'yinni ham boshlashga qaror qildim. Qana bo'lmasam boshladik. Uni bosyapti, birinchisiga kick-off. Voy, o'ldi. Voy, skipni bosish kerak ekan, ey. Voy, o'lsin-a. Boshlanishdan olmasligi. Bo'pti, o'ynaymiz. Bir talayli video ketsa kerak. 10-15 minutlik. Deb yuramiz. Ovoz chiqmayapti-yu, to'g'rimi? Hatto gol ham bermayapti. Alashtirib ketadi endi. Biz 99 marta qilamiz ekan, ey. 6-7 oldu. Yo 10 mingga to'lamigina. Buni yaxshi tomoni hali kurol qilib deb bo'ladi. Ashinasi eng zo'r. Deb zo'r aylanib keladi. Futbolda ham eng zo'r ashi, masalan, Dream Ligada ham qilsa bo'ladi, buni qilib. Endi aylantirib top. Tarkib tanlayapti-yu bayroq. O'zbekiston bormi? Bor ekan. Enter username. Mayli. Karolni o'zini qilib qo'ydik. O'zbekiston logosi, Husanov, Shomurodov, Shukurov, Yusupov, Fayzullayev, Hamrobekov, Alijonov, Ashurmatov, Uronov, Nasrullayev, Ishmurodov. Zo'r.
Eng zo'r Husanov aka. Yaxshi, mana uni ham o'ynatmaganiga shukr. Endi Husanov yerda o'ynamaydi-yu. Ha, to'g'ri joylashdi endi. Ramalarni ham qo'yish kerak edi. Winger mas'uli. Foydat. Kim olamiz keyingisiga? Eng pasini olish kerakmikin unga? Bu hozir audio. Bunga nima bo'ldi? Tortish kerakmikin? Bezuk o'ynash bo'lmaydi. Sharhlab o'tirish kerak. Ketdi u. Kamerasini ham to'g'rilab olish kerak edi. Uy! Fash o'tkazib yubordi-yu. Birorta gol urib olaman deb turdim. Uy! Eldor Shomurodov. Yaxshi, hozircha. Avtobus ham bor ekan. Fint qilishni ham o'rganish kerak. Sprintni. Hammasida bir xil olib o'tyapti. Voy! Ikki marta ishdan qaytib ketyapti-yu. To'p mendamidi hozir? G'alati ularga-ne? Ana, Shomurodovdan dubl. Ovoz chiqmasa ham bir g'alati ular ekan. Videoda ovoz chiqsa bo'lmi? Meni gaplarim eshitilmay. Voy! Biror boshqa narsadan tanlamayapman. 3-0. Nimani yutdi? FC kutdi yutibmiz. Bo'pti. O'zbekiston yutdi. Kim bu endi? 500 game berdi. Endi bu jicha muammoli narsa-yu. 10 kun o'ylanish kerak bunga. Keyingi videoda topmaymikin buni. Kutsa bo'lar ekan-a. Haligi. Kim edi bu? Voy, Zubimenni deb berib qo'ydi. Xursand bo'lib yurgan ekanman men. Salmo Bellingham, Mbappélarda deb beradi. 117 bo'lsa 122 bo'ladi ana. 3 ta ochamiz ekan. 4 3 2 1 sxema ochildi. 200 game berdi bu yerda.
ikkita. Bu o'yinni bitta zo'r tomoni o'ynamasdan ham open case qilib o'tirsa bo'laveradi. Eng zo'rash. Ittalabdan kechgacha open case qilib o'tiraverasizlar. Mana kirganlarga ham ashincha narsa beraveradi. Nima ekan bugungi? King deganini berdi. Sotarsa bo'laverar ekan. Easy sotish kerak. Issig'ida. Xo'p, endi mana уже bekariga 70 plus 20 ta 60 plus 22 ta odam berdi. Pick one from nima deya qanaqa qilish kerak? Har kuni kursa beradi. Fu 17-kun pizdes ekan bor-u. Pik ham bilan yomon turishdi-yu. Ketdi. 3 ta ochamiz. Bismillah ketdi. Nimadan ham ochsa bo'ladimi? Bitta mana shu yo'g'irlarga ochsa bo'laydi. Qani? Holding. Voy, haligi Kamol So'yderdagi holding deb yozib qo'yibdi. Voy, biling. Go. Sal hali bayroqlar chiqmaydimi? Friedrich. Kokke. O'ldi. Xatyapim aytlardan ham Torres to'xtalar. Mana mashaqdan yo'q chiqmadi. Fidalgo bormi endi? Zubimenda yo'q. Fidalgo bormi endi? 87 lik kartasi bor. 112 ekan bu yerda. Joe Felix. 85 qoladimi? 87 qoladimi? Barkalo ololmaganmi? Olish kerak edi. 91. Nima qilamiz endi? Nech pulligina bu? Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? 120 ekan bu tepasi. Menimcha arzimaydi bu. Mana nima? Qo'ya. Pasni kuchaytirib yaxshi, lekin bu fon 125. 120 lik karta ekan. 5 ta kuchayib. Voy dod. Yomon ekan-a? İşte vurursa yana bitta ochani ham berardi. Endi nima qilamiz? Matlar ham missiyalar bo'lardi. Ribery'ni ko'rdik. Bu-chi Champions. Bu ham bitta joyga olib kiryapti. Mana. Kalulu'ni berar ekan, 3. Kalulu. Bu matdan bitta ochani ham berar ekan. Kalulu. Ertalabda kechgacha gapirib yuraman. Kalulu deb endi. Voy dod. Ismini kim qo'ygan ekan? Laymer. Bormasi ham Dreamligada qizil kartasi. Upamecano 85 olib ketsa kerak bu sezon. Olislarda Chelsea'dan kim berar ekan? Forma berar ekan Chelsea.
Galatasaray. Osimhenni bersa o'ynayman mana shu. Birrovni bermas ekan bor. Formasini berar ekan. Itli. Xato qilishyapti shekilli bular. Yana 4 kundan keyin ikkita komanda kelar ekan. 11 kundan keyin yana ikkita komanda kelar ekan. Endi marta qaysi jinni o mingta game turganda 500 tani tanlaygan. Jinnilik u. Yo faqat bitta ochsa bitta tanlaydimi? Ittalabdan kechgacha video ko'rib o'tirsam bo'lar. Bir marta ko'rsa bo'lar ekan reklama. Bitta o'yin bo'lganda mana mashina o'ynab qo'ysa, ikkita gol ursa, ana bitta ochamiz. Kech. Desile bormi endi? Kylian Mbappe Realga qarshi ko'p qo'yibdi men. Ashurmatov. Voy! Kimmiz bu? O'ynashdan poplash olar ekanda. Ikkita odam qana chaqirardi. Rudiger. Shunday olib keting brat dedi. Zo'r. Eldor Shomurodov. Jaloliddin Masharipov ko'rmadi-ku. O'zi Alloh olsin. Shukurib. Hali gaplar esimga tushib ketyapti. Qo'shiqlar bor edi-yu. Bir Balomatov, Shukurov, Husanov. O'zbekistonda bekar tanlab ham bor u. Zo'r. Bilan. Yomon. İkisi defender yürü. Bitti gol urib olaylik. Switch вообще qiynagan bu endi. Ketdi. Shunday berib qo'ydi. Alijonov. Zaxonov qo'yibdi. Bo'ldi, yetadi. Ikkita ochamiz ana pakdan. Tuzuk guruh pak yo'q ekan-a, sal bunday qilib. Bu kim deb turib, hali bayroqlar chiqadi. Unaqa emas ekan. Shunday berib qo'yapti. Yo, haligim ekan. A poliya, B poliyadan tushsa shunaqa ekan. Yigmagan shuncha o'yin. Kiramiz, buni olamiz. Ikkita ochamiz shekilli. Pastda ham berar ekan bitta. 7 ta berar ekan. Open case video emas. Game'larda shunaqa beryapti. Bitta girsa ham ishlab chiqib ketamiz ekanda. Bu o'yinchilar ham ana Dreamliga o'xshab o'yinchilarni kuchaytirishga kerak bo'ladi. Qani, keman qara. Zo'rinkam. Ana, ketdi. Umrim davomida biror marta o'yin tushirmaganman shu yerda. Yaxshi kuchaytirgich.
eng pasini berdi. Qani 500 da turibdi, 800 da bilan. Yana bitta ekan. Ko'chiga. Ochadigan ber, ochaylik biz. Bittalab ochib o'tiramiz. Bitta ochadigan, sotsa bo'ladigan o'yinchi berdi-yu. 116 dan 119 gacha tushadi. Ana. Sensatsiya. Germaniya. Himoyachi Bavariya. Jonathan Tah 117. Oy. Sotamiz shekilli buni, issig'adi. Bir avtobus qilaylik. Triangle deyapti-yu. Menga ham o'rgatadimi? Avtobuild. Jonathan Tah. Tursin bo'pti. Endi o'sha keyingi yutmashimizdan oldin ancha narsa berib yuborsin. Davay ketdi. Birinchisi, to'rtinchisimi anaqa. Go. Bitta kamida B poldan olib ketamiz. Leverkusendan Quvonch degandan berdi-yu. Pineda. Ochilmayapti bu. Mana aytmayman. Mana mo'chit Pineda. Bepuldan bergan uchun nolga tushdi, o'ldi. Almiron. Mashi bor edi menda. Oldingi akkauntimda. Simon. Viera. Kimdir tushdi. Voy, bas. Adashibman. Kim endi bu? Koquelin. Qanaqa o'yinchilar bor, Dremligada yo oq. Digni. Komandasi yo'q ekan bu chumodi. Ochib qo'yib samasini. 113 Digni mana uchdi. Sal bunday rolni tushmaydimi? O'chov deganlarni. Arkada yani shunaqa yomon ko'raman. O'ynaganga yarasha bermaydi. Mana extra time. Mana shu ham ko'p narsa bor. Mo'lada o'ynab To'rtta kelganda bormidimmi? Shunaqa edi. Ketdik. O'lib ketsin. Tez borish kerak. Omadim haqida qisqacha. Voy. Hali ochadigan joylari qani? Mana. Daily Picks degan joy. Mana free pick. Go. Gap yo'q. Sho'rate. Bir joylarga tiqishib yuboradi. Nima ahamiyati bor endi menga buni? Bo'pti. Maydan beraman jigoni. Naqo Williams. 92 100 oldu.
bitta o'chiramiz 102. Shukurov bilan Bom bilan Moni olsa 106. Yeah. O'ylashavergan. Endi menimcha bo'ldi shekilli. Kirishdan oldin zerikarli bo'lyapti bu o'yin. Bitta qani Dibala. Voy. Bitta Morata. Voy. Kuydirya. Zo'risiz. Nima ahamiyati bor ekan men yozdim. Bu 127 dolarga bor-u. 127 bo'lagan bu. Voy, ikki oyoqdan o'ynar ekan. Voy dod, bu o'yinda qaranglar-a. 127 yaqin 150 chiqqan, hayron qolmayman. Tuminti. Ya'ni 29 totsa adam bitta tushadi. Mbappe tushsa yaxshi edi. 122 oladi. Voy, endi bitta nimalar bor ekan? Sekin ma'qul turib banka kirsak, Potovga o'xshagan narsa bu. Carvajal bor ekan. dan bitta, 113dan ikkita. Ya, assalomu alaykum. Taladi-yu, to'g'rimi? O'tda 5 dan qani. Amur Temur. Sen nima beradi buni? Aylantirsa bo'lar ekan buni. Ha, tushundim. Moni yutib turib, ikkita aylantirsa kerak. Ikkitadan mo laymer tushishi mumkin. Sotsa bo'ladimi buni? Bo'pti. Xullas, keyingi videoda bu o'yinda nima qilib qo'yamiz? Mo'larni yutib qo'yaman. Voy. Bu ham bir xil narsaga kiryapti. To'rt bor ekan, xolos men sotsam. Lahmdi.
bitta joyini ham bermagan. Store'da nima bor ekan? Yangilikdan bitta narsa beradi. Mana topdim. Vara topolmagan bu yerda. Xavi birinchisiga, ikkinchisiga Cafu, uchinchisiga Cole Palmer, Van Dijk, beshinchisiga Kaka eng zo'ri tushdi. Oxirgisiga Musiala. Yana otsa bo'ladi, maktan 102 dan baland o'yinchi bergan bitta. Hammasini olib qo'ysa. Van Dijk ham pas ekan bo'ladi oldi. Plus to'lagan o'tdi. Plus 6 kemaying. Turursan, o'zing mayli. Hammalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Fikringlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qolishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat